Instagramda bu salatni ko'rganimda, to'g'risini aytsam, ko'rinishidan shunaqa ishtahocharligini ko'rib, albatta tayyorlab ko'raman deb sahrayni siqib qo'ydim. Prosta kosmos deb aytganlar uchun bu salatni tayyorlashga qaror qildim. Ikkita pomidorni, imенно rozoviy pomidordan foydalaninglar, sababi shirin chiqadi. Shuning uchun rozoviy pomidor ikkitasini pare-pare qilib to'rab bitta idishga solib olamiz. Uni ustidan yarimta ukrop va yarimta kashnitchi mayda qilib to'rab solib olamiz va 2-3 dona chesnokni qirg'ichdan chiqarib, uni ham ustidan sovaramiz. Xohlasanglar pichoqda mayda qilib to'rab olsanglar ham bo'ladi chesnokni. Xohlasanglar qirg'ichdan chiqarib olinglar. Va buniga ustiga suvini tayyorlab olamiz. 1 stakan suvga 3-4 qoshiq shunaqa tomatni pasta solamiz va ozgincha tuz solib aralashtiramiz. E'tibor beringlar, suvingiz suyuq emas, quyuqroq bo'lishi kerak va quyuq bo'lgandan keyin yaxshilab aralashtirib, massani ustidan quyasizlar. Ishoninglar, shunaqa zo'r mazali, ayniqsa oshlar bilan zo'r ketadigan salat tayyor. Albatta tayyorlab ko'ringlar qizlar.